Va mana pul chiqarishga ham qo'ydik. Pending deya yozuv chiqyapti, ko'rishingiz mumkin. Men bu botdan 2 marta pul chiqarib olganman. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bosmani kanalimizga xush kelibsizlar. Bugungi videorolikimizda Telegramda sarmoyasiz pul ishlash haqida bo'ladi. Bugungi biza pul ishlab bo'ladigan botimizning nomi Space Adventure deya nomlanadi. Bu botning manzili videomizning описаниесida hamda zakrepleniy kommentariyada qoldiraman. Albatta Telegram kanalimda ham qoldiraman. Telegram kanalimning manzili videomizning описаниесida hamda zakrepleniy kommentariyada bo'ladi. Va botimiz xuddi shunaqa bo'ladi. Ko'rinishda bo'ladi. Sizlar o'sha pastda manzildan bosgandan so'ng sizlar avtomatik Telegramga o'tadi va xuddi shunday oyna ochiladi. Va bu yerda endi pul ishlab boshlashimiz uchun claim coins deya mana shu yerda yozuvni yozamiz. Va botimizga kelganimizda xuddi shunday oyna ochiladi va bu yerdan start yozamiz. Va mana ko'rishingiz mumkin, botimga kirib oldim. Bu men akkauntim. Bu yerda mana levelinglarni ko'rsatib turadi va bu yerdan biza 5-6 xil usulda pul ishlab olishimiz mumkin. Birinchi navbatda bizada bu yerda pul ishlash yo'limizda mining tarzida pul ishlab olamiz. Ya'ni mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, yonilg'i himoyasi xuddi o'sha narsalarni sotib olib turib, pastdan biza mana shu ishlab oladigan miningimizni bu yerda collect tugmasi orqali yig'ib olamiz va hozir men pulimni yig'ib olaman collectni yozamiz uchun. Va mana ko'rishingiz mumkin, collectni yozganimizdan so'ng biza уже yig'ib oldi va mana mining yana ishga tushdi. Xuddi shunaqa tarzda biz mining usulida pul ishlab olamiz. Bu mining usulida pul ishlash uchun mana bu yerda savatcha bo'lim bor, xuddi shu yerda kiramiz va o'sha yerda mana ko'rishingiz mumkin refuel ship deyapti. Ya'ni o'sha tangalarga, monetkalarga benzinni sotib olamiz va xohlasanglar bu yerda tekinga reklama ko'rib turib ham sotib olishingiz mumkin va o'zining yana bitta kursi bor, o'sha coinlar bor, yana bitta o'sha coinlarga ham sotib olsalar bo'ladi. Va bu yerda mana shu benzinni sotib olamiz va bu yerga o'tganimizdan so'ng bu yerda esa repair shield, ya'ni voy kalkonimiz bor. O'sha kalkonni ham bu yerdan sotib olasizlar yoki mana shu 5 ta coinga olsanglar bo'ladi o'zini. O'yinimiz ichidagi coin valyutasi va bu yerdan yana tekinga reklama ko'rib turib olsanglar bo'ladi. Va shu tarzda miningimizda ikkala narsani yoqilg'i bilan kalkon sotib olgandan so'ng ishga tushadi va bu yerda limit to'lgandan so'ng collect qilib yig'ib olib turishingiz mumkin. Menda hozirda ko'rishingiz 99 minut ishlayapti. Sizlar buni yanada oshirish uchun bu yerda bizning urinimiz mavjud. Urinimizni ko'tarib borishimiz kerak. Uning uchun o'sha yana bu yerda savatcha bo'lim bor. O'sha savatcha bo'limga qaytamiz. Va bu yerda ozgina orqaga qaytsak, ko'rishingiz mumkin shield strings deyapti. Bu yerdan mana bu yerda urinni tiklab olishimiz kerak. Menda hozir 7-urin, 7-urindan 8-uringa o'tishim uchun 10 mingta tanga kerak bo'ladi. Va faqat bitta bu emas, mana bu yerda yana bor. Yoqilg'i hajmini oshirish. Uning uchun 7 dan 8 ga ko'targan hozirmanki, agarda 13 ming ta, agarda shuni sotib olsam hozir menda ko'rishingiz mumkin 300 daqiqaga, ya'ni o'shar ekan meniki. Hozirda menda 260 daqiqa o'shanaqa ishlayapti. Bu hozir 300 daqiqa ishlar ekan agar buni ko'tarsam. Buni ko'tarsangiz zashtamiz, ya'ni o'sha kalkonimiz ko'proq ishlab beradi. Va bu yerdan keyingisi coinimizni, ya'ni miningimizni sig'imi. Bu yerda menda hozir 168 tanga yig'ib berar ekan. Agarda buni oshirsak +92 ta tanga yig'ib beradi. Va keyingisi coin miningimizni tezlashtirib berar ekan. Menda sekundiga 0.7 tangadan berar ekan. Agar oshirsak 0.08 tangadan berib borar ekan. Xuddi shunaqa tarzda bu yerdan ham mana shu 4 ta narsani oshirib borib urinni bu yerda levelni oshirsa bo'ladi. Faqat masalan hozir bitta uni urin ko'tarsa yana ko'tarib bo'lmaydi. Buning uchun boshqa qo'ygan 4 tanani ham urinni ko'tarishimiz kerak. Va hammasini 4 tanani barobarga ko'tarsak, bu yerdan bitta urin ko'tariladi. O'shanaqa tarzda urinimizni ham ko'tarib, bu yerdan miningimizni ham vaqtini hamda sig'imini oshirib borsak bo'ladi. Xuddi shunaqa tarzda bu yerdan mining tarzda hech qanday sarmoyasiz, shunchaki
coinlarni ishlab borsak bo'ladi. Uning uchun shunchaki bu yerda mana shu savatcha bo'limi orqali boyagi 4 ta o'rinni baravarga ko'taramiz va bu yerdan bizada bitta o'rin ko'tariladi. Bu yerda maksimal o'rin 15 bo'lishi kerak. Albatta o'riningizga qarab pul ishlash miqdoringiz hamda pul chiqarib olish miqdoringiz ham ko'payib boradi. Menda hozirda 7-o'rin. Men hozirda taxminan shu 4,5 ta tangalar chiqarib olib bilaman. Har bitta o'rinda o'zining minimalkasi mavjud. Pul chiqarib olish, uni ham video davomida hozir ko'rsatib o'taman. Va keyingi pul ishlash bo'limimiz bu referal bo'limi. Referalni bo'limga o'tamiz. Bu bo'limda biz do'stlarimizni taklif qilib pul ishlab borsak bo'ladi. Buning uchun mana o'zingizga maxsus silka berilgan, o'sha silkani kopyurat qilib turib do'stlarga tashlab bersangiz, do'stlar ham o'yinga kirsa, do'stlaringga o'yin o'zini hisobidan bonus beradi va hamda sizga ham ma'lum miqdorda o'yin o'z hisobidan bonuslar beradi. Va keyingi bo'limimizda mana igri bo'lim bo'ladi. Bu bo'limga o'tsak, bu bo'limda mana har kunlik giveawaylar, konkurslar, kombo hamda o'zining aylanadigan barabanlar bor. O'shalar orqali bonusdan pul ishlab borsak bo'ladi va daily activity har kunlik kirganingiz uchun beriladigan bonus. Unda ham har kun davomida o'yinimizda aktiv bo'lib tursanglar, pul ishlab borsangiz bo'ladi. Bu yerdan daily giveaway bo'limiga o'tsak, bu bo'limda mana ko'rishingiz mumkin. Konkurslar mavjud. Masalan, mana shu konkursimizda hozir 13 soatdan keyin o'ynar ekan. Uning uchun biz 5 ta reklama ko'rib turib, bu konkursimizda ishtirok qilishimiz mumkin ekan. Bu yerda 1000 ta odam qatnashar ekan va har bittasiga 150 ta coinlar berar ekan. Hozirda esa 886 ta ishtirokchi qatnashyapti bu o'yinimizda. Va keyingimizda ham xuddi shunaqa 5 ta ya'ni reklama ko'rib turib qatnashsanglar bo'lar ekan. Bunga 3 ta jeton mana shu coinlardan berar ekan va 762 ta odam qatnashyapti ekan. Xuddi shunaqa tarzda bu yerda konkurslarda giveaway shunchaki reklama ko'rib turib qatnashsanglar bo'ladi. Va keyingisi daily combo bo'limi. Bu daily combo bo'limida mana shu narsalarni yig'ib turib har kunlik kombodan pul ishlab borsanglar bo'ladi. Va keyingi mana shu oxirgi bo'limimizda bu yerda biza zadaniyalarni bajarib pul ishlab borsak bo'ladi. Mana partners, sponsors, bounty play, achievements bo'limlari orqali mana shu 4 ta bo'lim orqali pul ishlab borsak bo'ladi va partners bo'limiga o'tsak, bu yerda mana watch video deyapti. Video ko'ringiz 20 tanga, play gold, eagle and my crypto 25 tanga, road to blog 20 tanga. Shunchaki buni bajarish uchun mana shuni ustiga yozasiz va o'zi sizni avtomatik mana shu o'yinga olib o'tadi va o'yindan ozgina 5-10 minut o'ynaysiz va qaytasiz va sizga tanga taqdim etiladi o'sha. Mana bu yerda esa har kun 3 ta reklama ko'rib turib ham har 2 soatda olsanglar bo'lar ekan buni. 3 ta reklama ko'rasiz va 150 ta tanga ishlab olasiz. Xuddi shu tarzda mana shu tugmani yozasiz, avtomatik o'zi videoga reklamaga olib o'tadi va reklamani yopgandan so'ng sizlarga bonus beriladi. Xuddi shunaqa tarzda bu yerda oddiy reklamalarni tomosha qilib turib pul ishlab olamiz va endi glавный bo'limimizga o'tamiz. O'rganib bordinglar. Bu yerda qanday qilib o'rin ko'tarish, har kun mana shu benzinlarni sotib olib turish, nimani va referaldan pul ishlash, konkurslardan pul ishlash va zadaniyalarni reklama ko'rib pul ishlashni hammasini ko'rib etdik. Endi pul chiqarish bo'limiga o'tamiz. Pul chiqarish bo'limi mana shu yerda glавный ekranda withdrawal bo'limi bor. O'sha withdrawal bo'limi orqali pul chiqarib olamiz va o'sha bo'limga o'tamiz. Bu yerdan ko'rishingiz mumkin. Mana payout degan yozuv chiqyapti. Bu yerdan biza hozirgi kundagi kursi 9999 ta coinimizda $1 tashkil qilyapti hozirgi kursda. Pullarimiz biza Bounty Hash, Payruble, Paydollar, USDT xuddi shunaqa tarzda chiqarib olsak bo'ladi. Albatta har kimda limit mavjud bo'ladi. Menda hozirgi o'rinimdagi limitim 4500 coinni tashkil qiladi. Sizlarga ham xuddi shunaqa o'rin bo'ladi. Qanchalik o'rinlar baland bo'lsa, xuddi shuncha ko'proq summa chiqarib olishingiz mumkin. Va hozir sizlarga pul chiqarib ko'rsatib o'taman. Buning uchun mana shu Payruble tanlaymiz. Men Payruble'ga chiqarmoqchiman.
Pay rublni tanlaymiz. Qancha coin chiqarmoqchi bo'lganlarni kiritib qoldirasizlar. 4450 deyman. Bu 40 rublu 21 kopeykani tashkil qilar ekan. Va bu payment methods degan joyga o'zimizda payer hamyonimizni kiritib qoldiramiz va pastdan mana bizga kelib chiqadi. 39.41 rubl bizning hamyonimizga yetib kelar ekan va 08 rubl komissiya tushar ekan. Mana payer hamyonimga kirgizib o'tdim. Endi bu yerdan create a request tugmasini yozamiz. Va mana pul chiqarishga ham qo'ydik. Pending deya yozuv chiqyapti, ko'rishingiz mumkin. Men bu botdan 2 marta pul chiqarib olganman. Yashil yozuv turibdi. Success deya mana ko'rishingiz mumkin. 35 rubl bir marta va 36 rubl bir marta. Botimiz 100% to'laydi. Botdan qo'rqmasdan pul ishlab olishingiz mumkin. Albatta hozir bu pulimiz ham yetib kelgandan so'ng albatta Telegram kanalimga chekning screenshotini tashlab qo'yaman. Telegram kanalimning manzili videomizning описаниеda закрепленный kommentariyada bemalol Telegram kanaliga o'tib va shu botdan kelgan pulni ko'rishingiz mumkin, chekin albatta. Videom sizlarga yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar.